Bugun men juda og'ir va ko'pchilikni xavotirga solayotgan savolni ochiq aytaman. Rostdan ham 6 yoshdan keyin odamlarni davolashmaydimi? Shifoxonalarda yoshi katta bemorga ko'p xarajat qilma degan maxfiy buyruq bormi? Yoki bu gaplar odamlar orasida qo'rquvdan tarqalayaptimi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki hammamizning ota-onamiz, bu bobamiz, yaqinlarimiz bor. Ertaga bu masala sizning uyingiz eshigini ham taqillatishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bugun hissiyot bilan emas, amaliy tajriba, huquqiy mantiq va real hayotdagi vaziyatlar asosida tushuntirib beraman. Men avval bitta narsani aniq qilib qo'ymoqchiman. Tibbiyotda odamni faqat yoshi sababli davolamaslik normal holat ham emas, qonuniy yondashuv ham emas, insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi. Agar bemor 6 yoshda, 7 yoshda yoki 4 yoshda bo'lsa ham u tibbiy yordam olish huquqiga ega. Lekin odamlar nega 6 yoshdan keyin davolashmaydi deb o'ylayapti. Chunki real hayotda shunday holatlar uchrayaptiki, shifokor yoki muassasa bemorning yoshini bahona qilib, unga yetarli tekshiruv bermaydi. Navbatni cho'zadi. Baribir yoshi katta, operatsiyani ko'tara olmaydi. Uyga olib ketinglar. Dori ichib yursinlar deb masalani yopishga urinadi. Avvalgi yillarda ko'p joylarda bemor shifoxonaga kelganda, ayniqsa yoshi katta bo'lsa, qarindoshlari ko'proq yugurardi. Kimdir tanish izlardi, kimdir bo'lim mudiriga kirardi. Kimdir hamshira orqali gaplashardi. Ko'p masalalar qog'ozda emas, og'zaki hal bo'lardi. Shuning uchun odamlar agar tanishing bo'lmasa, qarasa ham qaramaydi degan fikrga o'rganib qolgan. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich elektron navbat, oilaviy poliklinika, yo'llanma, tibbiy karta, protokol, sug'urta elementlari, davlat hisobidan beriladigan xizmatlar kabi tartiblarga o'tyapti. Bu tartibning yaxshi tomoni bor. Bemor huquqi hujjat bilan ko'rinadi. Lekin yomon tomoni shuki, odam tartibni bilmasa, uni osonlik bilan navbat yo'q, yo'llanma kerak, kvota tugagan, bu yoshda qilinmaydi degan gaplar bilan ortga qaytarish mumkin. Demak, asosiy muammo faqat shifokorlarda emas, faqat bemorlarda ham emas. Muammo 3 joyda. Birinchisi, tizimda navbat va resurs yetishmasligi. Ikkinchisi, ayrim tibbiyot xodimlarining sovuqqonligi yoki mas'uliyatsizligi. Uchinchisi, fuqarolarning o'z huquqini va qaysi eshikni taqillatishni bilmasligi. Men bugun aynan shu 3 nuqtani ochib beraman. Odamlar maxfiy buyruq bor emish deyishadi. Men bunday gaplarga ehtiyotkorlik bilan qarash kerak deb hisoblayman. Chunki maxfiy buyruq deganda odamlar odatda shunday tasavvur qiladi. Go'yoki yuqoridan barcha shifoxonalarga 6 yoshdan oshganlarni operatsiya qilmanglar, davolamanglar, dorini kamaytiringlar degan ko'rsatma tushgan. Bunday umumiy gapni isbotsiz tarqatish xavfli. Chunki bu odamlarni vahimaga soladi, shifokorlarga nisbatan ishonchni buzadi. Haqiqiy muammoni esa ko'rinmaydigan qilib qo'yadi. Lekin bu degani muammo yo'q degani emas, muammo bor. Masalan, shifoxonada joy kam bo'lsa, shifokor kimni yotqizishni tanlaydi. Reanimatsiyada apparat soni cheklangan bo'lsa, kimga birinchi yordam berishni klinik holatga qarab belgilaydi. Operatsiya xavfli bo'lsa, bemorning yuragi, o'pkasi bosimi, qandli diabeti, buyragi, qon ivishi tekshiriladi. Ba'zi holatda shifokor operatsiya xavfi foydasidan katta deyishi mumkin. Lekin muhim farq bor. Tibbiy qaror hujjat bilan tushuntiriladi. Tekshiruvlar asosida yoziladi. Konsilium bilan tasdiqlanadi. Yoshni bahona qilib tekshiruvsiz rad etish esa boshqa masala. Masalan, 6 yoshli bemorda o't pufagida tosh bor. U bir necha marta og'riq bilan kelgan. Shifokor, siz yoshi kattasiz, operatsiya bo'lmaydi desa, bu yetarli javob emas. To'g'ri yondashuv qanday bo'lishi kerak? Qon tahlili, EKG, yurak tekshiruvi, terapiya yoki kardiolog xulosasi ultratovush, kerak bo'lsa kompyuter tomografiya. Anestesiolog ko'rigi qilinadi. Shundan keyin xavf baholanadi. Agar xavf boshqariladigan bo'lsa, operatsiya reja asosida qilinadi. Agar xavf yuqori bo'lsa, alternativ davolash yo'li taklif qilinadi. Faqat 6 dan oshgansiz deyish bilan masala yopilmaydi. Men eng avvalo quyidagi toifadagi odamlar hushyor bo'lishi kerak deb aytaman. Birinchisi, surunkali kasalligi bor yoshi katta bemorlar, yurak yetishmovchiligi, qon bosimi, qandli diabet, buyrak kasalligi, insultdan keyingi holat, o'pka kasalligi, saraton kasalligi borlar. Chunki bunday bemorlarga oddiy dori yozishning o'zi yetmaydi. Ularni muntazam kuzatish, tahlillar mutaxassis ko'rigi kerak. Ikkinchisi, shoshilinch alomatlari borlar. Masalan,
ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas qisishi, yuz qo'lning uvishishi, nutq buzilishi, hushdan ketish, qon ketishi, qattiq qorin og'rig'i, tana haroratining tushmasligi, oyoq shishishi, siydik chiqmay qolishi. Bunday holatda yosh haqida bahslashib o'tirmaslik kerak. Tez yordam chaqiriladi yoki shoshilinch qabul bo'limiga boriladi. Shoshilinch yordamda bemorning yoshi emas, holatining og'irligi birinchi o'rinda turadi. Uchinchisi, uyga olib ketinglar degan javobni olgan qarindoshlar. Men ko'p ko'rganman. Bemor og'ir, lekin qarindoshlar tibbiy tilda gaplasha olmaydi. Shifokor holati og'ir. Prognoz yomon deydi. Qarindosh esa buni davolashmayapti deb tushunadi. Shu yerda aniq savollar berish kerak. Tashxis nima? Qaysi tekshiruv qilindi? Qaysi davo berildi? Nima uchun statsionarda qoldirilmayapti? Yozma xulosa berasizmi? Boshqa mutaxassis ko'rish kerakmi? Reanimatolog yoki kardiolog chaqirilganmi? Og'zaki gapni hujjatga aylantirish kerak. Endi kimlar vahimaga tushmasligi kerak. Agar yoshi katta bemor poliklinikada doimiy nazoratda bo'lsa, dorilar yozilsa, tahlillar olinayotgan bo'lsa, shifokor uni mutaxassisga yuborayotgan bo'lsa, bu davolamayapti degani emas. Ba'zan odamlar davolashni faqat ukol. Sistema shifoxonaga yotqizish deb tushunadi. Aslida ko'plab kasalliklar uy sharoitida, poliklinika nazoratida to'g'ri dori va muntazam tahlil bilan davolanadi. Masalan, 65 yoshli bemorda qon bosimi bor. U men kasalxonaga yotqizishmadi, demak davolashmayapti deydi. Lekin agar bosimi dorilar bilan nazorat qilinsa, yurakda o'tkir xavf bo'lmasa, insult belgisi bo'lmasa, shifoxona shart emas. Aksincha keraksiz yotqizish infeksiya. Qo'shimcha stress, ortiqcha xarajat olib kelishi mumkin. Muhimi, unga mos dori tanlanganmi? Bosim kundalik yuritilyaptimi? Qondagi qand, xolesterin, buyrak ko'rsatkichlari tekshirilganmi? Yurak EKG qilinganmi? Shular nazorat qilinishi kerak. Yana bir misol, 72 yoshli odamning tizzasi og'riydi. U menga protez qo'yishmayapti, yoshimni bahona qilishyapti deydi. Tizza protezi operatsiyasi katta aralashuv. Unda yurak, qon, vazn, qand, infeksiya xavfi, suyak holati, reabilitatsiya imkoniyati tekshiriladi. Agar shifokor hozircha vazn kamaytiring, qonni nazorat qiling, fizioterapiya qiling, keyin operatsiya masalasini ko'ramiz desa, bu rad etish emas. Tayyorlash bo'lishi mumkin. Lekin yana takrorlayman. Buni shifokor aniq yozma reja bilan tushuntirishi kerak. Bir vaziyatni olaylik. 61 yoshli erkak ko'krak og'rig'i bilan poliklinikaga boradi. Unga yosh o'tgan. Bosimdan bo'lsa kerak deb oddiy dori berib yuborishadi. Kechqurun ahvoli yomonlashadi. Tez yordam olib ketadi, infarkt aniqlanadi. Bu yerda xato nimada? Yoshda emas, alomatni to'g'ri baholamaslikda. Ko'krak og'rig'i ayniqsa chap qo'lga, jag'ga, kurakka tarqasa, sovuq ter holsizlik, nafas qisishi bo'lsa, EKG va shoshilinch baholash kerak. Bemor 35 yoshda bo'lsa ham, 75 yoshda bo'lsa ham bu alomatlar jiddiy. Ikkinchi vaziyat. 70 yoshli ayolda qandli diabet bor. Oyog'ida kichik yara paydo bo'lgan. Uyda malham surib yurgan, keyin yara kattalashgan. Poliklinikada qandli diabetda shunaqa bo'ladi deb yuborishgan. Aslida diabetik oyoq juda xavfli. Vaqtida jarroh, endokrinolog, qon aylanishi tekshiruvi, antibiotik, bog'lam, qonni qat'iy nazorat qilish kerak. E'tiborsizlik oyoqni kesishgacha olib borishi mumkin. Bu ham yoshi katta. Davolamaymiz degan natijaga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida muammo erta bosqichda to'g'ri yo'naltirmaslikda. Uchinchi vaziyat. Takin yoshli buvining xotirasi pasaygan, kechasi uxlamaydi. Ba'zan uydagilarni tanimaydi. Qarindoshlari qarilikda deb yurishadi. Shifokor ham chuqur tekshirmaydi. Lekin xotira pasayishi faqat qarilik emas. Qalqonsimon bez, B12 vitamini yetishmovchiligi, depressiya, insultdan keyingi o'zgarishlar. Dori nojo'ya ta'siri, demensiya bo'lishi mumkin. To'g'ri tashxis qo'yilsa, ayrim holatlar tuzaladi. Ayrimlarda kasallik sekinlashadi, oilaga parvarish bo'yicha yo'l yo'riq beriladi. 4-vaziyat. Oltin 3 yoshli ayolda saraton aniqlangan. Qarindoshlari endi yosh katta davolashmaydi deb umidsizlikka tushadi. Bu juda katta xato. Onkologiyada yosh muhim omil, lekin yagona mezon emas. Bemorning umumiy holati, o'simta bosqichi, tahlillar, yurak va jigar holati, davoga chidamliligi ko'riladi. 75 yoshli odam ham kimyoterapiya, nur terapiyasi yoki operatsiyani ko'tara olishi mumkin. 50 yoshli odam esa ba'zan og'ir hamroh kasalliklar sabab davoni ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun pasportdagi oshmasi. Organizmning holati baholanadi. Endi eng nozik joyga kelamiz. Ayrim vaziyatlarda shifokor davolash turini cheklashi yoki o'zgartirishi mumkin.
Masalan, bemor juda og'ir holatda bir nechta organ ishlamayapti. Operatsiya foyda bermaydi yoki bemor narkozni ko'tara olmaydi. Bunday holatda shifokor radikal operatsiya qilmaymiz, simptomatik davolaymiz, og'riqni kamaytiramiz, nafasini yengillashtiramiz, infeksiyani nazorat qilamiz deyishi mumkin. Bu tashlab qo'yish emas, boshqa maqsaddagi davolashdir. Ammo bu qaror ham shaffof bo'lishi kerak. Men qarindoshlarga doim aytaman, nima uchun degan savolni bering. Qaysi tahlilga asoslanib deb so'rang. Konsilium bo'ldimi deb so'rang. Yozma xulosa bering deng. Agar shifokor haqiqatdan ham tibbiy asos bilan qaror qilgan bo'lsa, u buni tushuntirib bera oladi. Agar faqat og'zaki, keskin, asossiz gap bo'lsa, bu shikoyat qilishga sabab bo'ladi. Yana bir nozik jihat bor. Qarindoshlarning talabi ham har doim tibbiy jihatdan to'g'ri bo'lavermaydi. Masalan, 95 yoshli bemor terminal bosqichdagi saraton bilan yotgan bo'lsa, qarindoshlari albatta operatsiya qilinglar deyishi mumkin. Lekin operatsiya bemorni tuzatmasa, aksincha qolgan vaqtini og'riq va asorat bilan o'tkazishiga olib kelsa, shifokor buni qilmasligi mumkin. Bu yerda maqsad umrni har qanday narxida cho'zish emas, bemorga zarar yetkazmaslik, og'riqni kamaytirish, insoniy parvarish berish bo'ladi. Shuning uchun har bir vaziyatda davolash deganda nimani nazarda tutayotganimizni aniqlab olishimiz kerak. Eng katta tuzoq birinchi og'zaki javobga ishonib ketish. Sizga joy yo'q deyishdi. Demak, ish tugadi degani emas. Qachon joy bo'ladi? Navbatga yozing, yozma yo'llanma bering, boshqa muassasaga yo'naltiring deyish kerak. Sizga kvota tugagan deyishdi. Qaysi xizmat bo'yicha qachon yangilanadi, qaysi komissiya ko'radi, navbat raqamim nechi deb so'rang. Sizga bu yoshda qilinmaydi deyishdi. Qaysi tibbiy protokolga ko'ra, qaysi tekshiruvlar asosida deb so'rang. Ikkinchi tuzoq hujjat yig'maslik. Odamlar ko'pincha shikoyat qiladi, lekin qo'lida hech narsa yo'q. Na tashxis, na tahlil, na yo'llanma, na rad javobi. Keyin masalani isbotlash qiyin bo'ladi. Men har bir oilaga oddiy papka tutishni maslahat beraman. Bunda pasport nusxasi, tibbiy karta ko'chirmasi, tahlillar, uzi, MRT yoki KT javoblari, EKG, shifokor xulosalari, dori ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot, tez yordam chaqiruv varaqalari bo'lsin. Bu papka ba'zan bemorning hayotini saqlab qoladi, chunki yangi shifokor oldingi holatni tez tushunadi. Uchinchi tuzoq ijtimoiy tarmoqdagi vahima. Kimdir bitta og'ir bo'lganini yozadi, odamlar uni 1000 marta ulashadi. Keyin hamma endi 6 yoshdan oshganlarni qabul qilmas ekan deb qo'rqadi. Men har bir xabarni tekshirishni maslahat beraman. Qaysi shifoxona, qaysi sana, qaysi tashxis, qaysi javob yozma hujjat bormi? Agar bular bo'lmasa, bu xabar ogohlantirish bo'lishi mumkin, lekin isbotlangan qo'yda emas. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, bemorning holatini aniq yozib oling. Qachondan beri kasal, asosiy shikoyat nima, harorat, bosim, puls, qand ko'rsatkichi, og'riq qayerda qachon kuchayadi? Qaysi dorilar ichyapti? Shifokor oldida ahvoli yomon deyish yetarli emas. Aniq raqam va belgi aytsangiz, shifokor tezroq qaror qiladi. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinikaga murojaat qiling. Agar holat shoshilinch bo'lmasa, yo'llanma va dastlabki tekshiruv shu yerdan boshlanadi. Qon tahlili, siydik tahlili, EKG, qand xolesterin, buyrak va jigar ko'rsatkichlari, kerak bo'lsa uzi yoki rentgen so'raladi. Shifokordan og'zaki emas, yozma xulosa va keyingi reja so'rang. Uchinchi qadam, shoshilinch belgilar bo'lsa vaqt yo'qotmang. Ko'krak og'rig'i, insult belgisi, hushdan ketish, og'ir nafas qisish, qon ketish, qattiq qorin og'rig'i, oyoq qo'l falajlanishi, siydik chiqmay qolishi, juda yuqori yoki juda past bosim bo'lsa, tez yordam chaqiring. Telefon qilganda bemorning yoshini aytish bilan cheklanmay, alomatni aniq ayting. 70 yosh ko'kragida bosuvchi og'riq, sovuq ter bosgan, nafas qisilyapti. Yoki o'g'lim 8 yosh, o'ng qo'li ishlamay qoldi, nutqi buzildi, 30 daqiqa oldin boshlandi. Bu tez yordam uchun juda muhim. 4-qadam, rad javobi bo'lsa, yozma izoh so'rang. Iltimos. Bemor nega yotqizilmayotgani yoki nega operatsiya qilinmayotgani haqida yozma xulosa bering deng. Xulosa berishdan qochishsa, bosh shifokor qabuliga kiring, ariza yozing. Arizada qisqa va aniq yozing. Bemorning ism sharifi, yoshi, tashxisi, murojaat sanasi, qaysi bo'limga murojaat qilgani, qanday javob olgani, siz nimani so'rayotganingiz. Masalan, bemorning holatini qayta ko'rib chiqish, mutaxassis konsiliumini tashkil qilish, davolash yoki boshqa muassasaga yo'naltirish bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. 5-qadam,
yuqori tashkilotlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. Har bir hududda sog'liqni saqlash boshqarmasi, vazirlikning murojaat kanallari, ishonch telefonlari, xalq qabulxonalari mavjud. Murojaatda hissiyot ko'p, fakt kam bo'lsa, natija sekin bo'ladi. Faktlarni yozing, sana, joy, shifokor lavozimi, aytilgan gap, berilgan yoki berilmagan hujjat, bemorning hozirgi holati. Iloji bo'lsa barcha tibbiy hujjat nusxalarini ilova qiling. 6-qadam, ikkinchi fikr oling. Bitta shifokor bo'lmaydi desa, bu doim yakuniy hukm emas. Ayniqsa operatsiya, onkologiya, yurak stenti, protez buyrak, nevrologiya kabi katta qarorlarda boshqa mutaxassis ko'rigi juda muhim. Ikkinchi fikr olish shifokorni haqorat qilish emas. Bu dunyo tibbiyoti normal amaliyot. Lekin ikkinchi fikrga borganda barcha tahlillarni olib boring. Aks holda yangi shifokor ham boshlashga majbur bo'ladi. 7-qadam, bemorning o'z roziligini unutmang. Yosh katta odam ham ongli bo'lsa, o'z davosi haqida qaror qabul qilish huquqiga ega. Qarindoshlar ba'zan hammasini o'zlari hal qilmoqchi bo'ladi. Lekin bemorga tushuntirish kerak. Tashxis nima, davo nima, xavfi nima, foydasi nima. Agar bemor tushunsa va tanlov qila olsa, uning roziligi asosiy masala bo'ladi. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy masala. Men oddiy daftar yuritishni tavsiya qilaman. Unda har kuni bosim, puls, qand, harorat, ichilgan dori, og'riq darajasi, ovqatlanish, uyqu, siydik va ich kelishi yozilsin. Bu ayniqsa 6 yoshdan oshgan, bir nechta dori ichadigan bemorlarda muhim. Masalan, qon bosimi dorisi ichyapti, qand dorisi bor, yurak dorisi bor, qon suyultiruvchi ichyapti. Bitta yangi dori qo'shilsa, bosh aylanishi yoki qon ketish bo'lishi mumkin. Daftar bo'lsa, shifokor sababni tezroq topadi. Dori ro'yxatini ham alohida yozing. Dorining nomi, dozasi, kuniga necha mahal, qachondan beri ichyapti. Oq tabletka, qizil kapsula deb aytish shifokorga yordam bermaydi. Dorilarni qutisi bilan olib borish ham yaxshi, ayniqsa qon dorisi, yurak dorisi. Og'riq qoldiruvchi dorilarni aralashtirib yubormaslik kerak. Yoshi katta odamda noto'g'ri dori kombinatsiyasi kasallikning o'zidan ham xavfli bo'lishi mumkin. Men maslahat beradigan eng to'g'ri uslub hurmat bilan, lekin qat'iy. Baqirish, janjal qilish, telefonni yuziga tutib videoga olish ko'pincha vaziyatni yomonlashtiradi. Lekin haddan tashqari tortinchoqlik ham zarar. Siz shunday deyishingiz mumkin: "Doktor, men sizning mehnatingizni hurmat qilaman. Lekin bemorning holati bizni xavotirga solyapti. Iltimos, tashxisni, xavflarni va keyingi rejani yozma tushuntirib bering." Bu gapda ham hurmat bor, ham talab bor. Agar shifokor uyga olib ketinglar desa, darhol so'rang. Uyda nimalar qilishimiz kerak? Qaysi dozada, qaysi belgiratga kelamiz? Qachon nazoratgamiz? Qaysi mutaxassisga boramiz? Agar javob aniq bo'lsa, demak reja bor. Agar o'zinglar bilasanlar desa, bu xavfli signal. 6 yosh ko'pchilik ongida pensiya, qarilik, organizm zaiflashishi bilan bog'langan. Shu sabab odamlar har qanday rad javobini yosh bilan bog'laydi. Lekin tibbiyotda 6 yosh ko'pincha avtomatik taqiq emas. Hatto 6 yosh hozirgi mezonlarda juda katta yosh ham emas. Ko'p odamlar 6da ishlaydi, faol yuradi, operatsiyani yaxshi ko'taradi, sport qiladi, safarga chiqadi. Shu bois 6dan keyin davolashmaydi degan gap juda qo'pol umumlashtirish. Asl savol boshqacha bo'lishi kerak. Bemorning funksional holati qanday? O'zi yura oladimi? Ovqatlana oladimi? Xotirasi joyidami? Yuragi operatsiyani ko'taradimi? Qoni qanday? Buyragi ishlayaptimi? Infeksiya bormi? Ana shu savollar tibbiy qarorga ta'sir qiladi. Pasportdagi yosh bitta omil, lekin hukm emas. Ko'pchilik shikoyat qiladi. Davlatda kut deyishadi, pullikda darrov qilishadi. Bu juda og'riqli mavzu. Davlat tizimida navbat, kvota, uskunalar bandligi bo'lishi mumkin. Pullik tizimda esa xizmat tezroq bo'lishi mumkin. Chunki bemor to'laydi. Lekin bu davlat shifoxonasi bemorni mensimasligi mumkin degani emas. Agar xizmat davlat kafolatiga kirsa, bemor undan foydalanish tartibini bilishi kerak. Agar navbat bo'lsa, navbatga yozilishi, raqamini bilishi, taxminiy muddatni so'rash kerak. Agar shoshilinch holat bo'lsa, navbat kutish mumkin emas, shoshilinch tartib qo'llanadi. Pullik xizmatga borganda ham ehtiyot bo'ling. Har bir tavsiya qilingan tekshiruv haqiqatan kerakmi? Shifokordan so'rang. Yoshi katta bemorga keraksiz o'nlab tahlil yozish ham adolatli emas. Muvozanat kerak. Bir tomonda davolamaydi degan sovuqlik. Ikkinchi tomonda hamma narsani pullik tekshiring degan ortiqcha xarajat. Aqalli yo'l, asosli tekshiruv, yozma xulosa, aniq reja. Men buni ochiq aytaman.
Ba'zan bemor kech olib kelinadi. Odamlar oylar davomida alomatni yashiradi. Uyda xalqona usul bilan vaqt yo'qotadi. Keyin og'ir holatda shifoxonaga keladi va nega tuzatmayapsizlar deydi. Tibbiyot mo'jiza emas. Agar insultdan keyin oltin vaqt o'tib ketsa, yurak xuruji kech aniqlansa, diabetik yara suyakkacha yetib borsa, saraton 4-bosqichda topilsa, shifo ko'ring imkoniyat keskin kamayadi. Shuning uchun 6 yoshdan keyin profilaktika juda muhim. Har yili kamida 1 marta umumiy qon tahlili, siydik tahlili, qand, xolesterin, qon bosim nazorati, EKG, ko'z ko'rigi kerak bo'lsa, buyrak va jigar tahlillari qilinishi kerak. Ayollar ginekolog va mammolog ko'rigini, erkaklar prostata bo'yicha tekshiruvni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Bu nafaqat umrni uzaytiradi, balki davolash xarajatini ham kamaytiradi. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan gapni mutlaq haqiqat deb qabul qilmang. Lekin yoshi katta bemorlar ba'zan e'tiborsizlik, navbat, resurs yetishmasligi, noto'g'ri muloqot va hujjatsiz rad javoblari bilan to'qnash kelishi mumkin. Sizning vazifangiz vahimaga tushish emas, tartibli harakat qilish, alomatni yozish, hujjat yig'ish, yozma xulosa so'rash, ikkinchi fikr olish, kerak bo'lsa shikoyat qilish. Agar shifokor tibbiy asos bilan biror davoni tavsiya qilmasa, u buni tekshiruvlar va xulosa bilan tushuntirishi kerak. Agar faqat yoshini bahona qilsa, siz bunga ko'nib ketmasligingiz kerak. Har bir bemor 6 yoshda bo'ladimi, 40 yoshda bo'ladimi, hurmatga va tushuntirishga, oqsillantirishga, parvarishga va imkon boricha davolanishga haqli. Sizlardan iltimosim. Oilangizdagi yoshi katta insonlarning hujjatlarini tartibga soling. Dorilarni nazorat qiling. Alomatlarni kechiktirmang. Kommentariyada yozing. Siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada yosh katta degan bahona bilan rad javobiga uchraganmisiz? Qaysi holatda, qanday yechim topdingiz? Fikringiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu mavzu bugun kimdir uchun oddiy ma'lumot, ertaga esa kimningdir hayotini saqlab qoladigan sabab bo'lishi mumkin.